Assalomu alaykum, hurmatli Mo'kzet Studio kanalining kuzatuvchilari. Sun'iy intellekt dasturida ovoz klonlash uchun bizaga kerak bo'ladigan model variantni tayyorlashni o'rgataman. O'zbek auditoriyasida hali bunaqa darslik chiqqani yo'q. O'shaning uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Agar kanalimiz obunachilari soni 500 taga yetsa, ikkinchi darsini olib beraman. Hozir faqat modellashtirishni o'rgataman, ya'ni PTX va index format qilinishi kerak sun'iy intellekt ovozni klon qilish uchun, ya'ni o'zimizni ovozimiz o'sha PTX index modelga o'tkazishimiz kerak. Men sizlarga o'shani tayyorlashni o'rgataman. Tushunchalar berib o'taman. Birinchi navbatda mana tayyorlab olganman sizlarga osonroq tushuntirish uchun. Demak, masalan, примерно 10 minutlik zapis olamiz. Tushuntirib beraman. 10 minutlik zapis yozishimiz kerak. Qanday yoziladi? Turli balandlikda, masalan, birinchi boshlanishi sekin, o'rtacha ovozda boshlanadi. Keyin sal kuchliroq ovozda aytasizlar, keyin tezroq aytiladigan qo'shiqlar, tempi tezroq qo'shiqlarni, tempi past qo'shiqlarni aralashtirib aytib ketaverasizlar. Ya'ni nimaga? Chunki masalan, bir xilda sho'x qo'shiqlarga ovozinglarni klon qilasizlar, bir xilda og'irroq qo'shiqlarga, bir xilda o'rtacha. Endi o'shanga moslab ovoz yozib, ovozimizni tayyorlab olishimiz kerak programmaga. Demak, dasturga kiramiz. Azizlar, dasturga kirishni o'rgataman. Ovoz yozish tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Ya'ni endi qisqacha qilib aytganda 10 minutlik yoki 15 minutlik ovozinglarni yozib olasizlar. Demak, 10 minutlik ovoz yozamiz. 10 minut ichida o'zimiz xohlagan qo'shiqlardan bir kupletdan yoki ikki kupletdan aytib, terma qilib aytib ketaveramiz. Dasturni havolasi mana kopirovat qilib olamiz. To'g'ridan to'g'ri masalan Telegramdan olsanglar yo boshqa joydan olsanglar, to'g'ridan to'g'ri kirsanglar u yaxshi ishlamaydi. Demak, mana qidiruv bo'limiga вставить qilib enter tugmasini, telefonda bo'ladigan bo'lsa, qidiruv tugmasini bosasizlar. Mana shu oyna ko'rinadi. E'tiborli bo'lib turinglar akalar. Ya'ni mana shu interfeysda dasturimiz bo'ladi. Mana bu sichqonchamni ko'rinadigan qilganman. Qayerga bosayotganlarim sizlarga ko'rinib turibdi. O'sha joylarga bosasizlar. Birinchi navbatda mana trenirovka modelini yonida mana bunday qavscha bor. Ana shunga bossak, bizda 3 ta shag ochiladi mana. 1, 2, 3 ta shag. Mana shu 3 ta shagni to'ldirib chiqqanimizdan keyin ovozimiz to'liq modellashtiriladi. Demak, birinchi shagdan boshlaymiz. Ko'rib olinglar, mana bu yerda play tugmasi bor. Ana shu play tugmasini bosib olamiz. Birinchi shagni davom etib boshlaydi. Endi mana Google'imizni ulashimiz kerak. O'zi chiqarib beradi. Google'imizni ulaymiz. Mana birinchi shag tugadi. Endi ikkinchi shagga tushiramiz. Mana bu yerdan ozgina pastga tushiramiz. Kompyuterda bo'lsa, telefonda bo'lsa, sensorni pastga tushirsanglar ham tushadi. Buni o'rgatishim o'zi shart emas. Model nomi deb turibdi. Mana model nomi. Model nomi deganiga modelimizni nomini yozamiz. Masalan, men bitta akani ovozini hozir kelishganmiz. Qo'shiq yozib berishim kerak. O'sha akaga ovozini modelini qilyapman. Bekrasol. Mana nomini yozdik. Endi ikkinchi mana dataset folder deganiga bizlar ovozimizni yuklagan papkamizni ko'rsatishimiz kerak. Ya'ni mana bu yerda papkacha bo'limi bor mana. Mana shu papkachani belgichasiga bossanglar, bu yerda dataset degan papka ochiladi. Dataset degan papkani chekkasida mana 3 ta nuqtacha bor. O'shanga bosamizda sozdat papka qilamiz. Ya'ni o'sha papkani ichiga yangi papka ochamiz va bu yoqqa yozgan nomimizni yozamiz. Mana papkani ochib oldik. Papkani ochgandan keyin mana shu ochib olgan papkamizni chekkasida yana 3 ta nuqtaga bosamizda загрузить qilib boyagi o'sha 10 minutlikmi, 20 minutlikmi o'zimizni tayyorlab olgan ovozimizni yuklaymiz. Mana pastda belgicha ketyapti. Ana shu belgicha to'liq to'lgandan keyin yuklangan bo'ladi. Ungacha kutamiz. Hech qanday qiyin joyi yo'q. Boya aytganimdek, endi bir xillar o'rganolmaydi, bir xillar qilolmaydi. Endi ozgina harakat qilib, ozgina e'tibor bilan videoni, darslikni ko'rsanglar, 100% o'rganasizlar. O'zi bu yerda bir qiyin narsa yo'q. Hammasi oddiy narsa. Birinchi shagga akkauntimizni ulanadi, ikkinchi shagga ovozimizni kiritamiz.
3-shakdayam hozir gaplashib 100% tushuntirib beraman. Professional darajada tushuntirib beraman. Har bitta qilgan modelinglar mana shu video darslikka qarab qilganlarniki вообще zo'r udar chiqadi. Ideal natija oladi bemalol. Ovozim past yozilib, bir xil joylari baland yozilayotgan bo'lsa, yana aytganimdek uzr so'rayman. Sababi mana bu mikrofon har xil yozib qo'yyapti ovozni. O'shaning uchun bunaqa professional darajada yozolmayapman zvugimni. Kompyuter bilan chiqishmayapti bizni mikrofonimiz. Ya'ni uydagi noutbukda ko'rsatyapman sizlarga, studiyadagida emas. Mana yuklandi. Yuklangandan keyin yana o'sha papkachamiz, mana Big Rasul deb ochib olgan papkamiz turibdi. O'shani yana 3 ta nuqtasiga bosib, Copyright put degan joyi bor mana. Mana shundan copyright qilamiz va mana bu dataset degan joyiga вставить qilamiz. Mana bu papkachaga bossak, bu oyna yopiladi. Bo'ldi bu yerdan. Agar yana ham ideal natija olaman deydigan bo'lsanglar, mana Simplarity 40 ta turibdi. Buni 48 ga qo'ysanglar ham bo'ladi, lekin model qilishda sal ko'proq vaqt oladi. Pastdagini RVP plusga qo'yamiz. Agar bizlar faqat she'r yozish uchun, she'r aytish bo'ladigan bo'lsa, Harvest bo'ladi mana. Bir xillarda mana shunisini o'zgartirgandan keyin noto'g'ri chiqishi mumkin. Ya'ni ikkinchi shakl xato berib yuborishi mumkin. Agar xato berib yuborsa, buni joyiga qaytarasizlar. Masalan, 40 mingda turganini 40 mingga qaytarasizlar. Va mana bundan ham mana bu play tugmasini bosamiz. Ikkinchi shak ham davom etyapti. Ptechka bo'ldi. Mana bu yerda ko'rinib turibdi. Ana o'sha ptechka bo'lgandan keyin 3-shakka o'tib ketishadi-da, 3-shak xato berib yuboradi. Bir xil payti mana shu ptechka bo'lgani bilan ham e'tibor qilinglar, xuddi mana shu yozuvlar chiqishi kerak sizlarda. Mana pastda mana shu yozuvlar chiqdi. Mana shu yozuv chiqishi kerak. Ya'ni indeks успешно сохранение. Ya'ni indeks ovozimizda indeks varianti saqlandi deyapti. O'sha chiqishi kerak. E'tiborli bo'linglar. Endi 3-shakka o'tamiz. 3-shak epoch turibdi, Savi epoch turibdi. Mana shu ikkalasini to'ldiramiz, boshqa hech qaysiga teginmaymiz. Demak, agar 5 daqiqa ovoz yozadigan bo'lsak, epochni mana buni 100 ga qo'yamiz. Agar 10 daqiqa ovoz yozadigan bo'lsak, 150 ga qo'yamiz. Lekin 10 daqiqa ovoz bo'lsa ham 100 ga qo'ysak ham bo'laveradi. Endi bu yerda ko'rsatilgandek qilsanglar ideal chiqadi. 15 daqiqa ovoz bo'ladigan bo'lsa, 200 ga qo'yiladi. 20 daqiqa bo'lsa 240 ga qo'yiladi. 30 yoki 35 daqiqa bo'lsa, agar 30 bo'lsa 380, agar 35 daqiqa bo'lsa 400 ga qo'yiladi. 40 yoki 45 daqiqa bo'ladigan bo'lsa, 40 bo'lsa 480 ga, 45 daqiqa bo'lsa 500 ga qo'yiladi. Ovozimiz kam, 8 daqiqalik ovoz, o'shaning uchun 100 ga qo'yaman. Pastdagisi necha marta epoch necha marta kesilgan payti saqlanishi, ya'ni necha bo'lgan payti saqlanishi. Buni 50 ga qo'yib qo'ysak ham bo'laveradi, 100 ga qo'ysak ham teginmasa ham bo'laveradi. Bunisi hech narsani hal qilmaydi. Sifatiga ham ta'siri yo'q, ishlashiga ham. Demak, mana 100 ga qo'ydim. Menda 8 daqiqa ovoz bo'lgani uchun buni 50 ga qo'ydim va mana bu play tugmasini yana bosamiz. Ozgina pastga tushiramiz, mana play bosilgandan keyin. Mana bu yerda установка jarayonlari, ya'ni interfeysni to'g'rilayapti ovozimizga. Bir xillar mana shu bosgandan keyin srazi pechka bo'lib qoladi. Ishlamayapti deydi. Ovozimizni, model qilgan ovozimizni, ya'ni PTX indeks variantini topolmayapmiz deydi. Bu birdaniga ptechka bo'lmaydi. Sizlarga agar birdaniga masalan bosganinglardan 1 minut ham o'tmay yo 1,5-2 minut ichida ptechka bo'lib qolsa, bu xato bo'lgan bo'ladi. Ya'ni to'g'riligini, to'g'ri ketayotganini qanday bilishni hozir aytaman. Mana pastga tushiramiz. Mana shu play tugmasini bosgandan keyin pastga tushiramiz. Mana pastga tushirganimizda mana shu oynalar turibdi. Bu oynalarga teginmaymiz hech qayeriga. Shunchaki mana bu yerini kuzatib turamiz mana.
Mana shu pastda chiqayotgan yozuvlarni kuzatib turamiz. Ya'ni nima uchun? Bizlar boya 100 ga qo'yganmiz ovozni, 100 gacha sanaydi. Masalan, 100 ga bo'ladi ovozni. 1, 2, 3, 4 shu 100 gacha ana shu ko'rinishda sanab ketadi. Hozir bu model jarayonini boshlab mana shaklar sanadim. Sanashni boshlagandan keyin videoni qotib turaman. Ya'ni bu где-то bir 30 minut, 40 minut yo 50-60 minutgacha vaqt oladi. Endi ovozimizga nechaga qo'yganimizga qarab, uncha payt kutib turib videoni cho'zadigan bo'lsam, vaqt ko'p ketib qoladi. O'shaning uchun videoni to'xtatib turib, 100 bo'lgandan keyin yana tushuntirib beraman, davom ettiraman tushuntirishni. Mana akalar 100 ga qo'ygan edik. 1 dan 100 gacha sanab, mana to'liq tayyor bo'ldi. Ya'ni ko'rsatib o'taman mana 1 dan boshlab sanagan. Mana 100 gacha mana. Xuddi mana shu ko'rinishda bo'lsa, sizlarda ham 100% o'xshagan bo'ladi. Mana успешное завершение программа закрыта degan yozuv chiqyapti. Mana oxirida tayyor bo'lgandan keyin bu yoq птичка bo'lgan mana. Demak, mana shu ko'rinishda tayyor bo'ladi. Endi tayyor bo'lgan PTX va indeksimizni qayerdan topamiz deydigan bo'lsanglar, Google Diskdan topasizlar. Mana Google Diskda mana shu ko'rinishda bo'ladi. Mana Poltrain degan papka bor. Ana shunga kirasizlar va boya Bekrasul degan model yasagandik. Mana Bekrasul turibdi. Ana shunga kiramiz. Mana bu PTX, mana bu indeks. Bekrasul indeks va PTX. Mana shuni yuklab olamiz va ishlataveramiz. Bemalol ovozimizning model varianti tayyor bo'ldi. Xohlagan qo'shig'imizni bemalol o'zimizdan ovozimizda klon qilsak bo'ladi. Agarda kim bu modellashtirishni, ya'ni masalan ovoz klonlashni bilsa-yu, faqat PTX va indeks variantni qilolmayotgan bo'lsa, bizga Telegramdan bog'lansanglar, sifatli qilib tayyorlab beramiz. Telegramdan bog'lansanglar yo mana shu videoni ostida raqamlarimiz qoldirilgan. Mana shu raqamlar bilan bog'lanasizlar. Bizda Biz internet ishlaydigan dastur bor, ya'ni bu xuddi shu narsani internetsiz qiladi. Uning uchun kuchli kompyuter kerak. Bizda esa kuchli, yetarlicha kompyuter bor. Mana bunaqa masalan hozir 100 ga qo'ygan bo'lsam, где-то 45 minut, 50 minutlar atrofida vaqtim ketdi. Biz internet ishlaydigan programmasida mana shunaqa model qiladigan bo'lsanglar, 15 minut, 10 minut, eng cho'zilgani 20 minut ichida model variant qilib beradi ovozni. Hammaga omad azizlar.